Hurmatli obunachilar, guruhimizdagilar Toshkentdan bir akamiz bitta qadrdoniga nabor buyurtma qildi. Tayyor bo'ldi. Bitta bo'g'iz pichog'i. Orqasiga Said Umar deb yozdirib berishadi, chiroyli qilib. Bitta terilashga. Bitta go'shtlarni keskani mana. Hammasiga chiroyli qilib yozib berdik. Bitta go'sht kesib sotadigan pichog'i bo'ldi. Hozir reaksiyalarni sinab ko'ramiz. Juda mushkil kesadi. Necha kilo? 10 kilo, 20 kilo go'shtlarni kesib tashlayverasizlar. Material aboyma pachimlikdan bo'lgan. Buni endi suvaylarga ham sinab ko'ramiz. Reaksiyasi mana yog'och. Yog'ochlarni ham kesib tashlayverasizlar. Kesiga garanti xudo xolasa. Mo'shni ishlangan, hammasi shunaqa kesadi. Kimga shunaqa chiroyli naborlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor.